Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti hamda Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida anjuman tashkil etildi. Tadbirda milliy va hududiy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi o'rni va uni ta'lim jarayoniga uyg'unlashtirish masalalari muhokama qilindi. Hozir shu haqda. Bugun internet va raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Biroq bu qulaylik kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlar ongida milliy qadriyat va madaniyatimizga begonalashuv xavfini ham keltirib chiqarmoqda. Bu esa tabiiyki ta'lim tizimi oldiga yangi mas'uliyat o'quvchi yoshlarni zamonaviy bilim ko'nikmalar bilan bir qatorda milliy o'zligimizga sadoqat ruhida tarbiyalash vazifasini ham qo'yadi. Yoshlar tarbiyasida milliy va hududiy an'analarni qo'llash mexanizmlari mavzusidagi ilmiy anjumanda aynan shu yo'nalishdagi muammolar muhokama qilinib, ilmiy yechimlar taklif qilindi. Uchinchi Renessans bunyodkorlarini tarbiyalash jarayonida buyuk ajdodlarimizga munosib avlodni tarbiyalashda aynan milliy urf-odatlar, an'analar va hududiy o'ziga xos xususiyatlardan qanday foydalanish kerak? Ta'lim-tarbiya jarayonida bularni bugun innovatsion tatbiq etish masalalarini qanday tashkil etish kerakligi borasida fikr mulohazalar yuritilyapti. Qori Niyoziy nomidagi Milliy tarbiya institutining oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalar ham aynan mana shu masalaga hamohangligi bilan ahamiyatli. Ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda konferensiyada qabul qilingan tavsiyalar albatta o'zini ijobiy natijasini ko'rsatadi. Tadbirda olimlar va yosh tadqiqotchilar tomonidan zamonaviy ta'limga uyg'un milliy tarbiyaviy metodlar taklif qilindi. Hududiy madaniy merosni dars jarayoniga joriy etish bo'yicha amaliy usullar namoyish etildi. Yakunda ushbu ilmiy amaliy tavsiyalar asosida ta'lim muassasalari uchun maxsus darslik va o'quv qo'llanmalari ishlab chiqishga kelishib olindi.